Va ma utitu minal ilmi illa qalil. Alloh taolo aytadi, sizlarga juda ham oz ilm berilgan. Alloh subhanahu va taoloning zotini qanday ekanligini Alloh azza va jallaning o'zi biladi xolos. Alloh haqidagi bandalarning ilm ma'rifati mutlaq, komil emas, nuqsonli. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini qanaqaligini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men Allohni qanaqa ekanligini, zotini idrok qila olmayman ekan, aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingizmi? Demak Allohni tanibsiz siz. Chunki birodarlar, bizni ilmimiz cheklangan. Biz ojiz bandamiz. Aqllarimizda cheki bor. Shuning uchun Alloh taoloning zotini idrok qilishlikka ham siz bilan biz ojizlik qilamiz. Sayyidul xalq bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham Alloh taolo haqidagi ilmi mutlaq komil deyilmaydi. Hatto Muhammad alayhisalom ham Alloh taoloning zotini, haqiqatini to'liq bila olmaydilar. Demak, Alloh taoloni aziz deganimizda biz u zotni zoti qanaqa ekanligini idrok qila olmasligimizni tushunamiz. Shuning uchun Alloh taolo samoda, Alloh taolo arshda, Alloh taolo keladi, Alloh taoloning boldiri, Alloh taoloning qo'li, Alloh taoloning ikkita barmog'i, Alloh taoloning kulishi, Alloh taolo jahannamda ezishi degan xabarlarni eshitgan paytimizda biz hayolimizga qanaqa narsa kelmasin, Alloh unaqa emas. Qanaqa qilib keladi Alloh taolo? Va jaa robbuka val malaku soffan soffa. Qiyomat kunida Robbing va malaikalar saf-saf bo'lib keladi deyapti. Siz kelishligini idrok qilishingiz uchun, kelishi qanaqa bo'lishini tushunishingiz uchun Allohning zoti qanaqa ekanligini tushunishingiz kerak avval. Masalan, odam keldi. Siz tasavvur qila olasiz, chunki odamning nimaligini bilasizda, o'shuning uchun kelishini ham tasavvur qila olasiz. Bahor keldi. Bahorning nimaligini bilasizda, o'shuning uchun uni kelishini ham bilasiz. It keldi, mashina keldi. O'sha kelishlik qanaqa ekanligini tushunishingiz uchun o'sha kelayotganda kimligini tanishingiz kerak. Endi Alloh taoloning zotini qanaqaligini bilmaysizmi? Endi kelishi qanaqaligini ham o'ziga qo'yib qo'ying. Tushunarlimi? Alloh taolo arshga istivo qildi. Qanaqa qilib istivo qildi? Biz aytamiz, Alloh o'ziga munosib bo'lgan suratda istivo qildi, tafsilotiga kirishmaymiz. Demak, Al-Azizning ma'nolaridan uning qanday zot ekanini idrok qilish, Allohning zotini, haqiqatini ihota qilib bilib olish mustahil degan ma'noni bildiradi. Mo'minning ulug'vorligi nimada? Nima uchun mo'min odam, musulmon odam ulug' bo'ladi? Chunki mo'min odam oliy narsalarni maqsad qiladi. Mayda-chuyda narsalarni maqsad qilmaydi. Agar inson oliy narsani maqsad qilsa, eng oliy narsa nima edi? Alloh taolo edi. Alloh taoloning roziligi edi. Alloh taoloni tanishlik edi. Eng oliy narsa shu. Shu narsani maqsad qilgan inson yuzga kirsa ham himmati, shijoati, g'ayrati yoshlarnikidek bo'ladi. Chunki u narsaga, birodarlar, inson yetib to'xtab qolishi mumkin emas. Ha, bunaqa oliy himmatli inson yuzga kirib tanasi yoshlarnikidaqa bo'lmasligi mumkin. Qomati sal bir egilib qolgan bo'lishi mumkin, lekin himmati oliy bo'laveradi. Chunki Alloh taoloning nihoyasi yo'q. Demak, kim Alloh taoloni tanishlikka bo'lgan harakati ham tugab qolmaydi. Mo'mindan boshqalar, mo'min insondan boshqa insonlar dunyo matohini, shu dunyoni chaqasini niyat qiladigan bo'lsa, yo yetadi, yo yetmaydi. Dunyoni boyligini maqsad qilgan inson yo yetadi, yo yetmaydi. Yetmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Endi yetsa-chi? Yetsa baxtli bo'ladimi? Yo'q. Dunyo matohi vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytarib aytamiz. Yeta olmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Maqsad dunyo bo'ldi. Maqsad Alloh emas, maqsad Allohning roziligi emas, maqsad jannat emas.
dunyoni maqsad qildi. Yeta olmasa aniq baxtsiz. Yetsa-chi. Dunyo matohi sizga vaqtinchalik bo'lgan saodat shuurini beradi. Ya'ni uylandingiz, baxtlisiz. Necha kun? Mashinangiz yo'q edi. Mashinali bo'ldingiz, baxtlisiz. Qancha? 4 oyda zerikasizda, keyingisi chiroyli ko'rinaveradi. Dunyo matohi vaqtincha saodat shuurini beradi. Inson ko'nikib qoladi, inson zerikadi. Faqat dunyoni maqsad qilgan bo'lsangiz, yetmasangiz aniq baxtsizsiz, yetsangiz malollanasiz unda. Inson bu dunyoga birodarlar Allohni tanish uchun kelgan. Unga qulchilik qilish uchun kelgan. Unga muhabbatli bo'lish uchun kelgan. Uni roziligiga intilish uchun kelgan. Shu maqsadni amalga oshirsa inson baxtli bo'laveradi. Dunyosi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deyapti Alloh taolo jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim dedi. Ana shu ibodatni qiladi, Alloh undan ko'zlagan maqsadni yuzaga chiqaradi, saodat topadi. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, utulubni tajidni." Ey odam bolasi, meni qidir, meni izla, meni albatta topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Robbil alamin bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hech narsani topmading. Shuning uchun Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Allohni tanib topgan banda nimani yo'qotibdi? Va Allohni tanimagan banda nimani topibdi dunyoda? Allohni qo'yib boshqa narsani maqsad qilsangiz, dunyoni haqir narsasini, boyligini, mansabini, kuch-quvvatini yetdingiz, baxtlisiz. Keyin aytdik, zerikasiz, ko'nikib qolasiz. Boy bo'ldingiz, avvaliga xursand bo'lasiz, keyin oddiy bo'lib qoladi. Uylandingiz, baxtli bo'ldingiz, keyin oddiy narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun birodarlar, inson dunyoda saodat topish uchun Al-Aziz bo'lgan Robbisini tanish kerak, unga qulchilik qilish kerak, unga muhabbatli bo'lish kerak. Bir inson shu oldiga dunyoni maqsad qilib yetdi. Boylik topdi. Mansabga ega bo'ldi. Podsho ham bo'ldi deylik. Lekin baribir har qanaqa tirik jonzotning oqibati nima? O'limmi? O'lib qabrga kirganda bu intilib topgan yoki topmagan, to'plagan narsasi yerda betida qoladi, o'zi yolg'iz kiradi. Shuning uchun o'lganda baxtsizligini aniq biladi. Ammo mo'minchi Allohga bo'lgan muhabbati dunyoda ham bor edi, qabrga ham kiradi u muhabbat qalbi bilan. Shuning uchun baxtli bo'ladi. Koinot haqida tafakkur qilishlik Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloni tanitadigan yo'l. Koinot haqida tafakkur qilishlik Al-Aziz bo'lgan Parvardigorimizni tanitadigan yo'l. Biz aziz narsada nimani aytdik? Topilishi qiyin bo'lgan narsa aziz. Unga ehtiyoj qattiq bo'lgan narsa aziz. Unga yetishlik qiyin bo'lgan narsa aziz. Endi qaysi narsa ko'payib ketsa, azizligi kamayadi. Qaysi narsaga ehtiyoj kam bo'lsa, azizligi kamayadi. Qaysi narsaga yetishlik oson bo'lsa, azizligi ozayadi. Endi bir narsaki aziz juda ham kam bo'lsa, balki yagona bo'lsa, bir narsaki hamma u narsaga muhtoj bo'lsa, bir narsaki hech kim unga yeta olmasa, qaysi narsa bo'ladi u? U narsa yolg'iz Alloh taoloning o'zi bo'ladi. Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloning o'zi bo'ladi. Allohni narsa desa bo'ladimi? Nusammillaha shay'an la kal ashyai va zatan an jihati sitti khali. Bobomiz Sirojiddin o'sha aytadi. Allohni boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz deydi. Allohni narsa deyish mumkin, chunki Qur'onda laysa kamithlihi shay'un degan Alloh. Allohga o'xshash biron narsa yo'q deydi. Imom Azam aytadi, Alloh taoloni narsa deymiz, lekin darrov orqasidan
hech qaysi narsaga o'xshamagan narsa deymiz. Koinot haqida tafakkur qilsak, Al-Aziz bo'lgan Robbimizni tanishligiga eng katta yo'l dedik. Mana ozgina bir koinot haqida tafakkur qilamiz. Mana Yer sayyorasi va unga eng yaqin bo'lgan yulduz Alfa Centauri deylar ekan. Mana shu yer bilan shu yulduzning o'rtasidagi masofa 41,5 trillion kilometr ekan. 41,5 trillion kilometr. Bu Yerga eng yaqin bo'lgan yulduz bilan Yerning o'rtasidagi masofa. Endi undan tashqari qancha yulduzlar bor bu galaktikada? Mana ozgina fikr qilaylik. Endi mana shu masofani Yer bilan unga eng yaqin bo'lgan yulduzning o'rtasidagi 41,5 trillion kilometr masofani soatiga 200 kilometr tezlikda yuradigan mashinada bosib o'tmoqchi bo'lsak, bizga 23 million yildan ko'proq vaqt kerak ekan. Soatiga 200 kilometr ketadigan mashinada yursak, 23 million yil kerak ekan. Endi undan keyingi yulduzchi? U qancha yurar ekanmiz? Bari insoniyat tarixini 10 ming yil deng. Odam alayhisalom tushganiga keyin Alloh biladi aniqini 10 ming yil deb tasavvur qilaylik. Qachon bosib o'tish mumkin? Bu qanaqa bir insonning aqlini lol qoldiradigan katta masofa. Bu eng qisqa masofasi shunchalik bo'lyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taoloning azamati haqida ozgina fikr qilaylik. Koinot haqida ozgina tafakkur qilaylik. Subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi biz uchun. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Xuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni sulbi vat taraib. Xo'p, osmonga qarashlik qiyin bo'lsa, Alloh taolo aytayapti. Inson o'zi nimadan yaralganiga qaramaydimi? Umurtqa pog'onasidan, ko'krak qafasdan otilib chiqadigan suvdan yaralmadimi? Ana shu nutfami? Nutfami? Uni ichida suyak bormi, go'sht bormi, nima bor? Suyuqlik. Onani bachadoniga borib joylashar ekan, bosqich bilan komil inson bo'lib dunyoga kelyapti. Shuni fikr qilib ko'rmaymizmi? Jasadni qarang. Insonning suyagi sinsa, 80 ga kirgan odamning suyagi sindi. U 80 ga kirgan odamning suyagi 30 ga kirmasdan qatigan, o'sishdan, to'xtagan, uxlagan, uni suyagini o'stiradigan sistema to'xtagan, o'chgan. Uxlagan. Endi 60 yil, 70 yil o'smasdan turgan suyak sinsa, haligi sistema uyg'onadi-da. Travmatolog ishi nima? Ha, olib kelib qo'yish. U yog'i kim ishi? O'chganiga 50 yil bo'lgan boyagi sistema uyg'onadi-da, suyakda qaytadan yopishtirib qo'yadi. Subhanalloh demaysizmi? Qaysi mashinamiz olib borib gursatib bir joyga ursak, 3 kun qo'yib qo'ysak joyiga kelib qoladi. Bu insonni yasagan narsasi. Endi Alloh taoloning yaratgan bu maxluqini qaramaysizmi? Shuning uchun birodarlar, hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'ladimi? Demak, Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot ekan. Mana shu zotni tanigan, iymon keltirgan, uni yaxshi ko'rganlarga tavba bo'lsin. Al-Aziz bo'lgan Robbimizni tanimagan, iymon keltirmaganlarga vayl bo'lsin. Allohni tanishlik dinning asli. Allohning ma'rifati dinning asli. Shahvatlar bor insonda. Gunoh ma'siyatga buyurib turadigan, ibodatdan to'sib turadigan shahvatlar bor. Xohish isteklari. Tushuntirish uchun aytamiz. Masalan, bir odamni shahvatini 10 kilo deb faraz qilaylik. 10 kilo bo'lib ketgan shahvati Alloh taoloning ibodatini qilishdan mana shu 10 kilo shahvati to'sib turadi. Endi mana shu odam ilm majlisiga kelsa, ma'ruza eshitsa, dars eshitsa, Allohga bo'lgan qanoati, Alloh haqidagi ilmi biroz ko'payadi. Masalan, 10 gramga. Yana bir marta darsga keldi, yana bitta ma'ruzani eshitdi, yana 10 gram qo'shildi. Demak, Alloh haqidagi ilmi 20 gram bo'ldi. Bir oy kelsin 1 kilo bo'ldi. Ha, endi 10 kilo shahvatni oldida 1 kilo ilm hech qancha emas. Lekin davomiy suratda ilm majlisiga kelib turadigan bo'lsa, bir kun kelib ilmi 10 kilo bo'ladi. Alloh haqidagi qanoati 10 kilo bo'ladi. Shunda shahvati bilan ilmi teng keladi. Shunda ilm kurashadi, iymon ustun keladi, shahvati sinadi.
Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo aytayapti, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lmaydi. Ana shu ma'ruza eshitishlikka qalbida muhabbati borlar, baxtli odamlar sizlar. Har eshitganda bir narsani o'rgandingiz. Mana hozir Suviyada gapirdimmi? Subhanalloh dedingizmi? Shuning uchun birodarlar, ilmi ko'paygan sari kishini e'tiqodi mustahkamlanadi. Endi bu odamning Allohga osiy bo'lishligi mustahil bo'ladi. Inson qachon Allohga osiy bo'ladi? Ana shu ilmi yo'q bo'lgan paytda, ma'rifati zaif bo'lgan paytda. Allohni tanishlik dinning asli. Alloh taoloning ma'rifati dinning asli. Allohga itoat qilishingiz, undan qo'rqishingiz ilmingizga bog'liq. Allohni tanishingizga bog'liq. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama. Albatta Alloh taolodan Allohning olim bandalari qo'rqadi. Demak, dinning asli Alloh taoloni tanishlik, Alloh taoloning ilmi. Astagfirullah. Va ma qadarulloha haqqa qadrihi val ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyamah. Zumar surasida Alloh taolo aytadi, ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Allohdan boshqaga duo qilganlar ikki dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar. Bas siz Alloh bilan birga o'zga biron ilohga iltijo qilmang. Iloh bu mushriklar o'zlari qo'llari bilan yasab olgan haykallarki, unga sig'inishadi. U iloh deyiladi. U mushriklarning ilohi edi. Lekin gohida insonning shahvati ilohi bo'lib qolishi mumkin. Shahvati nimani xohlasa shuni qiladi. Shahvatiga yo'q deya olmaydi. Gohida iloh mansabi bo'lib qolishi mumkin. Shu mansabda qolish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa qiladi hammasini. Yoki shu mansabga yetishlik uchun nima ishga qo'l urish kerak bo'lsa hammasini qiladi. Demak, bu odam uchun mansab iloh bo'lib qoldi. Gohida iloh insonning boyligi bo'lishi mumkin. O'sha katta boylikka yetishlik uchun nima ish qilish kerak bo'lsa hech qaysidan qaytmaydi. Shu boyligini qo'lida ushlab qolishi uchun qanaqa gunoh ma'siyat bo'lsa hech qaysidan tap tortmay qiladi. Demak, iloh degani ba'zida pul bo'lar ekan, ba'zida mansab bo'lib qolar ekan, ba'zida shahvat bo'lib qolar ekan. Uyg'onasiz, bomdodga turgingiz kelmaydi. Bo'lgan sovuq, svet yo'q, gaz o'chib qolgan, hech ham turgin kelmaydi. Turib sovuq suvda nima qilish kerak? Shart turib, nafsini sindirib, shahvatini yo'q qilib, tahorat qilib namoz o'qiganlarga tavba bo'lsin. Agar Allohdan o'zgaga duo qilsanglar, deyapti Alloh, fatakuna minal muazzabin. Aks holda azoblanuvchi kimsalardan bo'lib qolasiz. Allohdan boshqaga duo qilish, Allohdan boshqaga qulchilik qilish, Allohdan boshqani o'ziga iloh deb bilishlik insonning doimiy suratda nafsiy azoblanishiga sabab bo'ladi. Qaytarib aytaman, Allohdan boshqaga sig'inish, Allohdan boshqadan qo'rqish, Allohdan boshqasini o'ziga iloh deb olishlik insonni doimiy suratda ichki azobiga sabab bo'ladi. Shuning uchun va tavakkal alal azizir rohim. G'olib va mehribon bo'lgan Allohga tavakkul qiling. Agar sen musulmon birodar Alloh taoloning Al-Aziz ismi haqidagi biliming bor bo'ladigan bo'lsa, bu bilim seni boy qiladi, kuchli qiladi, aziz qiladi. Agar aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, doim g'olibsan, doim nusratga ega bo'lasan, doim boy bo'lasan, doim aziz bo'lasan. Chunki al-aziz bo'lgan Allohga do'st bo'lgan banda xor bo'lmaydi. Al-aziz bo'lgan Allohga qul bo'lgan banda xor bo'lmaydi. Al-aziz bo'lgan Allohga dushman bo'lgan bandalar hech qachon aziz bo'lmaydi. Shuning uchun va tavakkal alal azizir rohim. G'olib va mehribon bo'lgan Allohga tavakkul qiling, suyaning. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala.